Bu atını mı bunu? Bo'g'irsoq. 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 Bittasini olib, bittasini to'xtayman. Aman. Ya bo'ldi. Uzoq olsangiz, hammalari chiqadi. Ko'rsataman-da, bo'g'irsoq. Ichida bunday olsangiz. Bu karabkasi nechi pulda? 2 kilo. Ha? 47.850 47.852 so'm. To'ylarga qo'ygan zo'r ekan-da. Buni hozir 1 kilo olsa beraman. Bitta bo'sh keldi. Nima 1 kilo sabili? Men ko'rsataman-da bor. Ushaqda mana bunday qilib men olib berasiz. Ha, bu nima o'sa oti? Buni Quloqcha. quloqcha. Shirin, ha? Achchiq bo'ldi-ku. Mana. Qo'yma tashkin. Ha. Bu ham boshqachasi ekan-a? Shuni. Boshqachasi. Mana. Ha, ruletimi bu? Yo'q, buni boyaga bu boshqasi. Buni faqat ko'rsatasiz. Boshqa narsa. Ha? Zo'r ekan. Ha, hozir otgalingiz. Men uni Mana otgalingiz. jiyanimga ko'rsataman-da. Bu nima? Shu ovoz. Xamir. Pitsa mana shu boshda olganingiz shu. Pitsa, bo'ldi pitsa. Pitsani problem. Buni berib bir daqiqa ayb to'g'rilab qo'yadi. Odam ayb. Voy, Namanganda bitta sponsor bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha? Namangaga ikkitaga bermaydi-da. Bir kishi Yomon oladi, olib ketaveradi. Bo'ldi. Ha? Mana. Bo'ldimi? Nima qilaman? Jiyan ko'rsatsa-chi, uni assortimentlarni olib ketaveradi. Nima labosi bor. Laboda kelib. Labosi bor. Mana. Mana shu zo'r narsa. Mana osizlar. Ha. Rulet zo'r narsa bu. Rulet zo'r. Mana qo'yaman. Mana ichida yong'oq, mayiz. Yong'oq. Bo'ldi. Bo'ldi, ko'rsataman men gaplashamiz.